Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, mani kanalimni muxlislari. Mana hozir bugun 15 may 2026-yil. Demak, tungi soat 12:00 desak ham bo'ladi. Mana hozir men o'zimni bog'imda qorovulxonamda o'tirib sizlarga bir videomni bilan bir o'zimni fikr mulohazalarimni havola qilmoqchiman. Bugun men YouTube kanalida to'satdan chiqib qoldi. Bir podkast, ya'ni Namanganliklar uz degan kanalidan Muzaffar degan bir namanganlik yigitni podkastini ko'rib qoldim. Shu podkastga suhbatga mehmon bo'lib Iskandar Hamroqulov degan qiziqchi artist kelgan ekan. Mana shu Iskandar Hamroqulovni mana shu podkastga kelib gapirgan gaplarini, fikrlarini hammasini oxirigacha eshitdim va maza qildim. Va mana shu fikrlarni o'zimni aziz muxlislarimga ham baham ko'rmoqchiman. Demak, o'sha asosan podkastni olib boruvchi Muzaffar bir qancha savollar bilan murojaat qilib, bilasizlar hammanglar Iskandar Hamroqulovni qiziqchi namanganlik Pop tumanidan, otasi rahmatli Rustam Hamroqulov ham qiziqchi bo'lgan. U Iskandari Samandar ukasi ham bor, qo'shiq aytadi, juda yaxshi boshlovchi. Xullas san'atkorlar oilasi. Mana shu Iskandarni men suhbatini eshitib, sizlarni hukmingizga havola qilishimdan, to'lqinlanishimdan bir sabab shuki, yaqinda men mana shu o'zimni YouTube kanalimda haligi bir san'atkor to'g'risida shov-shuvga sabab bo'lgan bir qo'shiqni, ya'ni Nilufar Hamidova degan qo'shiqchini bir yigit bilan aytgan o'sha sizniki tormi, sizniki dutormi degan qo'shiqi juda bo'lib YouTube kanalida va boshqa kanallarda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'pchilikni xalqni e'tiroziga sababchi bo'lib, juda ko'pchilik blogerlar, san'atni vakillari o'zlarini fikrlarini, oddiy xalq ham mana shu ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgan odamlar o'zlarini fikrlarini bildirib, bu o'zbekchilikka zid, millatchilikka zid, ma'naviyatimizga zid, tarbiyamizga zid, farzandlarimizni, kelajak avlodlarimizni tarbiyasiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan, juda ham bir uyatli, sharmi hayosiz iboralar, so'zlarni qo'shib qildi bular. Bachkana 18+ degan narsani butun ijtimoiy tarmoqda bir qancha kanallarda rezonans bo'lib, xuddi boshqa bir tashvish yo'qdek shov-shuv bo'lib yotgan paytda men ham o'zimni fikrlarim bilan chiqqan edim. Shunga ham bir 2 hafta bo'lib qoldi menimcha. Ana shunda men o'zimni fikrlarimni gapirganimda ko'pchilik o'sha Ozodbek o'zbekcha gap degan kanaldagi mana qizimiz, ko'pchilik aksariyat ijtimoiy tarmoqdagilar Ozodbek Nazarbekovga nazorat qilmaysizmi? Madaniyatni mas'ul kishisi bo'lsangiz, madaniyat vaziri bo'lsangiz, nimaga bunaqa qo'shiqlarni aytadi? Farzandlarimiz tarbiyasi qayerda qoladi? O'zbekchilik qayerda qoladi degan gaplarni gapirganda, men o'shanga o'zimni fikrimni bildirib, o'rtoqlar, bu qanaqadir kosa ichida nimkosa gap. Bizani bu askiya san'atimizda ham payro deyiladi. Mana shu payroda ham bitta narsani gapiradi, tegida boshqa ma'nosi bo'ladi. O'sha ma'noni endi bular 18+ deyishadi hozirgi zamondagilar. Ya'ni 18 yoshdan kattalar har qanaqa sharmi hayosiz gaplarni gapirishi, sharmi hayosiz narsalarni eshitishi, sharmi hayosiz narsalarni ko'rishi mumkin dey, go'yoki. Shuning uchun 18+ deydigan narsa, buni kim o'ylab topgan bo'lsa ham o'zi ahmoqona. Faqat 18 yoshga to'lmagan bolalar ko'rmasligi kerak, 18 yoshga to'lmagan bolalar eshitmasligi kerak emas. Qalbida iymoni bor har qanday yoshi katta odam ham eshitmas kerak bo'lmagan narsani eshitmasligi kerak.
ana shunda men fikrimni bildirganimda, "Ey baraka topkurlar, Ozodbek Nazarbekdan nima istaysizlar? U hammani og'ziga, hammani ketiga, hammani qo'shig'iga birinchidan mas'ul, u qorovul emas-ku. Ikkinchidan hozir unaqa bir tekshiruvchi, nazorat qiluvchi yoki bo'lmasa hali badiiy kengash deydigan narsa, chirodan o'tkazadigan bir standartga o'tkazadigan narsa qolmadi. Ozodbek aytgandek hamma narsa demokratiya bo'lib ketdi. Demokratiya degan so'z hamma narsa mumkin deyapti Ozodbek. Endi bitta Ozodbekni qo'ldan nima keladi deb gapirganimda juda ko'pchilik menga e'tiroz bildirib o'sha o'zini fahmidan, o'zini farosatidan kelib chiqib aytuvdiki, Ozodbek Nazarbek paxta qo'yyapsizmi? Sizni kim qo'yibdi? Falon piston. Yo'q, o'shanda aytgandim. Qiziqchilarcha degandim. Mana dizayn masalan, milliondagi bo'layotgan gaplar o'shanda. Hatto qizlar mana yigitlar bilan chiqib gapirilayotgan gaplarini gapirdim, e'tiroz. Bizani mana shu hamma yoq mana shunaqa 18+ bo'lib yotibdi demadim-da, men hammasini askiyasi, aytayotgan qo'shiqlari hozirgi kunda shahar bedarvoza bo'lib ketdi, hamma yechilib ketdi. Yechilib ketgandan keyin hamma nima deydi, o'zi ko'yini qilyapti. Undan tashqari hozir bir qadimgidek bir masalan litsenziyasi bori ham, litsenziyasi yo'g'i ham, ruxsat etilgani ham, ruxsat etilmagani ham mana ijtimoiy tarmoq bor. Televizorga chiqarmasa, radioga chiqarmasa mana telefonda aytaveradi. Bu Hamidovani gapini mahkam ushlayapsizlar, o'sha tormisini. Lekin mana masalan oddiy o'sha qahqahamani bolta teshalani gaplarichi, ayollarni chaqmoqlab olsa falon. Bu narsalarni misol keltirib gapirdim, beparosat, befahm. Eshak miyala mayli buni ham urishmayman, o'qimagan endi nima qilsin. Mana shular menga juda ham ko'p e'tiroz bildirib, men xursand bo'lar odamlar ko'pchilik, desam xursand bo'lganlar ham ko'p. Ko'pchilik e'tiroz bildirdi. Go'yoki men Ozodbek Nazarbekovga paxta qo'yayotganmish men. Uni vazifasimish. Ana o'sha sizlarni xursand qiladigan gapni mana bugun Iskandar gapirdi. Iskandar Hamroqulov, men hozirlik aytayotganim, aynan meni o'sha kundagi 14 minutlik chiqish qilganimdek hamma gapni birga bir gapirgan ekan. Men uni bugun ko'rib qoldim. 22-mi, 23-martda chiqqan ekan bu podkast. Podkastga chiqqan ekan mana Hamroqulov bir xil fikrda gapirdi men buni. Ya'ni hozir men o'sha kuni aytdim. Yaxshi rahmatli Hojiboy Tojiboyevni gapirgan gaplari qiziqchilarga biz kulamiz. Aksariyati kulishmas, yig'lash kerak bo'lgan. Uni gaplarining ma'nosi. Shunaqa bir satira yo'li bilan butun jamiyatning kamchiliklarni, boshqalarni oddiy holatlarni, oddiy gaplar bilan odamlarga shuni yetkazib beradi degan gaplarni men gapirdim. Hojiboy Tojiboyev yo'nalishidan boshqa qiziqchilarni men qiziqchi demayman dedim. Bu meni fikrim dedim. Anu payrov san'atlarini payrovlar bor-ku, ani qiziqchilar, vodiylarniki. Uni kelinlarini oldida, qizlarini oldida, yoshroq bo'lsa onangni, opangni oldida eshitib bo'lmaydigan gaplar-ku o'shalarniki ham desam, bular ko'pchilik shu men fikrlarimni tushunishmaydi. Mana bugun Iskandar Hamroqulov xuddi shu gaplarni meni gaplarimni gapirdi. Bitta dedi avaz ohim bor, Xudoga shukr, hali ham bo'lsa dedi. O'sha Hojiboy Tojiboyev rahmatlini yo'nalishi dedi. Bitta qiziqchi bor hozir dedi. Bu gapni men ham aytdim. Agar aynab qolmasa, sal aynayapti. Aynab qolmasa, faqat men aytmadim 18+ demadim. Men ochiq-oshkora aytdim. Ya'ni hozirgi qiziqchilarni, hozirgi qo'shiqchilarni aksariyatini sahnaga chiqib, sahnani oyoq osti qilib, ruxsat berib yuborishyapti-ku mana. 4000 dan oshiq odam ketadigan san'at saroyida ham deb gapirdim. O'sha yerga chiqib olib gapiryapti dedim. 4200 ta odam tuzzasiga urib, eri xotin, opa singil, ota bola, aka uka bo'lib o'tirib, do'stlar, boshqalar, katta kishilar ham, katta o'rangan xotinlar ham, yosh qizlar ham, yosh bolalar ham boshqani oldida hammasi bir-birini tizzasiga urib, bir-biriga besh tashab kulib o'tiribdi. Nima qilsin? Iste'molchi bor. Sifatsiz mahsulotni bersangiz, sifatsiz oziqani iste'mol qiluvchi bo'lgandan keyin albatta bular o'shani beraveradi. Shuni hech kim eshitmasa,
tanqid qilsa qani badiiy kengash degan narsa bo'lardi dedim. Televizorni o'ziga alohida badiiy kengash bo'lardi, baraka topkurlar. Radioning o'zini badiiy kengashi bo'lardi dedim. Shuncha gaplarni gapirdim. Bu chevrodan o'tib hozir mana ovoz deydigan, ana nima deydi, artist deydigan mana loyihalar bor. O'sha yerda o'tirgan hozirgi buyuk san'atkorlarning familiyalarini aytmay qo'yaylik. O'zlarini tutishlarini qarang. Qanaqa tutishyapti o'zligisini. Biz yoshligimizda ko'rganmiz o'sha marhabo talantlar boshqa. San'atkor o'zini xulqi bilan, odobi bilan, o'zini imiji deydimi, imiji bilan, xarakteri bilan, ko'rinishi bilan, mimikasi bilan, xatti harakatlari bilan elga, yurtga namuna bo'ladigan, ibrat bo'ladigan, tarbiya beradigan inson bo'lish kerak. Men qo'shiqchiman, menga hamma narsa mumkin deyish kerak emas. Ne O'zbekistonda 7 xizmat ko'rsatgan katta san'atkorlar o'sha yerda o'tiradi. Nima bular? Hozirgi yoshlarning mayli saviyasiz, kitob o'qimagan, boshqa desangiz, yosh katta odamlar ham, hattoki vazirimizni o'zlari ham o'tirib olib, qiloqlar, mimikalar, yolg'onlarga bundoq qotib qolishlar, deb bundoq knopkani bosib qo'yishlar. Bu hammasi borku, o'sha o'tirgan har bitta juriyni bittadan ikkitadan o'sha yerda olib chiqish kerak bo'lgan odami bor deb o'ylab qolasiz-da. Juriymisan, juriyligini qilib o'tir. U balet qilib o'tiradi-da, qotib qoladi, umrida buni eshitmaganda. Shunga ishontirmoqchi bo'lyapti-da. Ozodbek Nazarbekov masalan, yo boshqa mayli nomlarini aytmayman, chunki xalqqa ko'p xizmat qilib qo'ygan artistlar ham o'sha yerda o'tirishadi. Yosh katta. O'zlarini tutishlarini qarasangiz, deb o'sha shu gaplarni gapirdi. Mana hozir aytdiki, agarda dedi, mana shu Iskandar hamroq bo'lib baraka topib, mani gaplarimni hammasini qaytardi. Iste'molchi bormi dedi, yeyaptimi, yeyversin dedi. Pul to'lab, o'sha 18+. Men 18+ deb ishlatmayman bu gapni dedim. O'sha kun ham aytdim. Men Ali nima desam bo'lar ekan? Hojiakbar nima dedi? Hojiboy Tojiboyevning gaplari, ko'pchilik masalan eshitgan yaxshi qo'shiqlar, yaxshi nima dedi, san'at mahsullari insonni o'ylashga, insonning miyasini, fikrini, tanasini tepa qismini, boshini ishlatib yuborishga xizmat qilsa, hozirgi qiziqchilarni ijodi aytayotgan askalari, gapirayotgan betayin gaplari insonni tanasini past qismini qimillatib yuboradigan degan gaplarni gapirdim. To'g'rimi? Juda to'g'ri. Mana hozir shu narsalarni hammasini Iskandar hamroq bo'lib, hammasini chiroyli qilib shu gaplarni gapirdi, bunga qarshiligini gapirdi. Otasiga rahmat. O'sha ham bo'lmasa qiziqchi. Men hech qachon dedi, mayli nomlarini aytib o'tirmayman dedi, jamoalarni yo o'sha qiziqchilarni. Ularni men qiziqchi demayman dedi. Ular san'at sotayotgan xoinlar dedi. Millat sotayotgan saviyasiz, kitob o'qimagan dedi. Bunaqa gaplarni olib chiqish uchun dedi. Endi o'zining sohasida gapirdi. Masalan, qo'shiq sohasida ham bunaqa million. Bunaqa gaplarni olib chiqib odamlarni kuldiraman deb san'atni oyoq osti qilish uchun inson saviyasiz bo'lish kerak, ongsiz bo'lish kerak, orsiz bo'lish kerak, behayo bo'lish kerak, imonsiz bo'lish kerak dedi. Ko'ringlar mana. Podkast namanganliklar deydiganda chiqdi. Va aytdiki Samandar Iskandar hamroq bo'lib aytdiki, agar men vazir bo'lib qolsam, bularni hammasini joy-joyiga qo'yaman dedi. Alloh nasib qilib dedi, meni qo'limda emas-ku dedi. Hammasini joy-joyiga qo'yaman dedi. Inshaalloh mana shu Iskandar hamroq bo'lib vazir bo'lish darajasiga yetsin, duo qilamiz. Chunki niyati pokda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bemahalda sizlarni bezovta qilmadim, ertaga kunduz kun turib ko'rarsizlar.